Mendan ko'p so'rashadi. "Ozodbek, biz buning pulli versiyasini olishimiz kerakmi, kerak emasmi?" deb. Ya'ni o'zi qachon olish kerak pulli versiyani deb mendan ko'p so'rashadi. Lekin men ularga doim aytaman, bir kitob ko'r. Oldin siz bepul versiyasidan boshlang. Ya'ni bu nima degani? Noutbuk elimda manbalar bor, chatlar bor va studio bor. Siz bepul versiyadan foydalangan taqdiringizda ham manbalarda bir vaqtning o'zida 50 tagacha bo'lgan manbani yuklashingiz mumkin. Endi bitta prezentatsiya yoki video, qanaqadir infografika, qanaqadir aytaylik audio hisobotni chiqarib berish uchun 50 ta manba bu juda ko'p degani. Va bir kunda, ya'ni kuniga 100 marta chat qilish imkoniyati bor degani. Bu sizga boshlanishga bemalol yetadi. Undan tashqari aytaylik kuniga 3 marta audio hisobot yokida tahlil olishingiz mumkin. Endi tushunishinglar uchun man tushuntirib beraman. Mana buning har bittasi bitta noutbuk deyiladi va bepul versiyada bu 50 tagacha beriladi. Keling endi pulli versiyalarni ko'rib chiqaylik. Pulli versiya qanaqa bo'ladi? Pulli versiyada o'zi bepul versiyasi bor, plus versiyasi bor, pro versiyasi bor hamda ultra versiyalari bor. Endi e'tibor beringlar, manbalar bor. Manbalar bepul versiyada 50 tagacha. Kuniga 100 tadan chat bo'ladi. Undan tashqari 50 ta bir oy mobaynida har xil instrumentlardan foydalanish mumkin. Demak, plus versiyasida bir vaqtning o'zida 100 ta manba. Agar siz qanaqadir tadqiqotchi, qanaqadir maktab, universitet yokida o'quv markaz da faoliyat yuritmasangiz, aytaylik pulli versiyani olish shart emas sizga. Davom etamiz. Bu yoqda pro versiyasi bor ekan. Pro versiya 300 ta. Ya'ni 300 tagacha o'shanaqa noutbukni yaratish imkoni bor. Ultrada esa 600 tagacha noutbukni yaratish imkoni bor. E'tibor beringlar, tashkilotlar va maktablar uchun noutbuklar ekan. Alohida biznes uchun bor, ta'lim uchun bor va korxona uchun bor. Aytamiz va davom ettiramiz. Manba deganda mana bu joy, chat deganda mana bu joyga yozish, aytaylik bepulida 100 martagacha bir kunda va manba, mana bu manba haqida nazarda tutilyapti. 33 ta manbadan hozir bizga xulosa qilib, uning ichidan eng muhim bo'lgan joylarini olib bizga beryapti. Va mana bu joyda ham ko'rsatiladi. Jami 34 ta manba. Sana ma'lumotlar va siz mana bu joydagi instrumentlarni tayyorlashni boshlaganingizda albatta mana shu 34 ta yoki 33 ta manbadan bular ma'lumotni olishadi. Demak, boshlanishiga bepul versiyada boshlaymiz. Ya'ni, siz bir oyda 100 tadan ko'p noutbuk yaratmasangiz, demak bepulda boshlasangiz bo'laveradi. Va undan keyin o'sha o'quv markaz, maktablar, universitetlar vakillari bemalol pulli versiyalarni olishimiz mumkin.